ko'pchilikka tanish bo'lgan Joseon qirolligi haqida. Joseon qirolligi afsonalarga ko'ra, millatdan avvalgi 2333-yilda Dangun sulolasi tomonidan asos solingan. Ba'zi afsona yoki manbalarga ko'ra, Joseon qirolligi 2100 yil yashaganligi aytiladi. Bu davrda Joseonni 3 sulola birin-ketin boshqarib kelgan. Bular Dangun, Gija va Ugeo sulolalaridir. Qadimiy Joseon yerlari hozirgi Shimoliy Koreyaning qoq markazida joylashgan bo'lib, ba'zan tinchlik, ba'zan urush va iqtisodiy chegaraviy muammolarda yashab kelgan. Joseon qirolligi Xitoy bilan to'qnash kelguniga qadar katta urushlar yo'q edi. Millatdan avvalgi 300-yillar atrofida Joseon va Xitoyning Yan davlati o'rtasida urush bo'lgan. Joseon mag'lubiyatga uchragan va Liaodong hududini yo'qotgan. Millatdan avvalgi 109 va 108-yillarda Xitoyning Han imperiyasi katta qo'shin bilan hujum qilgan. 1 yillik urushdan keyin Joseon poytaxti qo'lga olingan va davlat butunlay yo'q qilingan. Bu Joseonning oxiri bo'lgan. Keyinchalik qirol Jumong Joseon xalqini Xitoy zulmidan qutqarib, Goguryeo davlatiga asos solgan. Bu davlat qadimiy Joseonning vorisi bo'lgan. Jumong Joseon qirolligi yoki Joseon nomini tiklay olmagan. Sababi Jumong buyoyo shahzodasi bo'lsa ham, toza qonli qirollar avlodi, ya'ni Dangun, Gija yoki Ugeo sulolasidan emas edi. Jumong qirol bo'lganidan so'ng, Goguryeo bir sulolaga tegishli bo'lishi kerak deya, yangi qirollar sulolasi, ya'ni Go sulolasiga asos soladi.